Qizli pardasi atreziyasi haqida eshitganmisiz? O'zi qizli parda qinni kirish qismi, ya'ni dahlizida bo'ladi va o'rtasida teshik, chetida esa shiliq qavat hosilasi bo'ladi. Qizli pardani atreziyasida esa bunday teshik bo'lmaydi va odatda qiz bola balog'at yoshiga yetgunga qadar bu holat tekshirilmaydi ham, aniqlanmaydi ham. Biz bilamizki, qiz bolalik paytida, ya'ni balog'at yoshiga yetguncha qiz bolalardan ajralmalar kam ajraladi va bu holat shuning uchun ham aniqlanmaydi. Aynan hayzi keladigan, ya'ni balog'at yoshida bu patologiya uchrashi va kuzatilishi mumkin. Bunda kelishi kerak bo'lgan hayz qoni bachadondan va qindan chiqa olmaganligi uchun juda ham ko'p asoratlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni gematokolpos, butun qinda qon yig'iladi yoki bachadonda ham yig'ilib ketishi mumkin. Bunda juda ham kuchli og'riq, o'tkir qorin og'rig'i bo'lishi mumkin. Va bu holat aynan ginekologga olib borilganda ko'rib aniqlanishi mumkin. Siz bu ma'lumot haqida eshitganmisiz? Agar eshitgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Hozirgi kunda jinsiy a'zolarning rivojlanish nuqsoni juda ham ko'p uchraganligi uchun yosh onalarimizga albatta maslahatim qizlarimizni ertaroq, ya'ni balog'at yoshiga yetgunga qadar ginekolog ko'rigiga olib borishni tavsiya qilaman.